Hozir eng qiziq bitta narsa bo'lyapti. Mana Xitoy mashinasi deb endi hammamiz biz ham qo'shilib, nimadir qilib yomonlashga harakat qilamiz. Hozir juda ham katta prijok qildik, ya'ni katta sakratdik. Sakragani ham mana shestiki mana o'zlari. Ichkarida yomon bo'ldilar. Ha, bular ichkarida o'tiruvdilar. Kadrlarni beraman ichkaridan. Endi savol beryapmiz. Wrangler так может? Конечно, он сможет. Ну, покажет? Он должен сделать это. Но он покажет. Нет, он все покажет. Мы покажем, да, сделаем это. Все. Сделаем. Просто nimaga Wranglerchilar bunaqa sakragisi kelmayapti? Bu men o'zimda ham jip bor. Oldi mostda bunaqa sakrashga mo'ljallanmagan. O'shaning uchun Wrangler olganlar sirazi bunaqa sakrashga tushmanglar. Oldi most dana 30inglar slabey, ikki yog'i baloninglar qiyshayib ketadi. Bu mashina shu narsaga bardosh berdi. Beradimi yo'qmi shuni ko'rmoqchi edik. Isboti bilan hozir bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Mana oldimda turgan Jeep Wrangler oldi mostda ko'rayotgan bo'lsanglar, qo'shimcha усиление bilan oldi mostda kuchaytirilgan. Tabiiyki bu mashinani olgandan keyin o'zi bu mashina toshli yo'llardan, tepaliklardan tirnalib, ya'ni bir sekin yurib chiqishga mo'ljallangan, sakrashga emas. Shu uchun albatta oldi mostini mashina qilib qo'shimcha yana usiliga qilib berib qo'yishinglarni so'rab qolamiz. Hozir bitta joyga keldik, shu yerdan chiqib ko'rmoqchimiz. Endi M-Hero endi hali tayyor emas, bu mashina bunaqa narsa uchun emas, baribirga. Lekin Wranglerni bitta solishib ko'rmoqchiman. Qani nima deykan? Chiqarmakan Wranglerchi, chiqmasmakan. Вот это место посмотри. Сравнительный. Наверх подняться? Да. Прям здесь или вот здесь, наверное? Здесь, мне кажется, слишком подъем высокий. Вот здесь хотя бы. Ну хорошо, давай, вот это попробуем. Вот это давай. попробуем. Там больше слишком подъем. Кто первый? Зацеп не будет. Все, да. Ha, Wranglerni chiqarib ko'ramiz. U podyomlik qaranglar. Niva osonroq yo'ldan chiqyapti. Bu qiynalyoapti. Endi bu yoqdan Niva chiqolmaydi. Hozir biza chiqmoqchi bo'lgan joydan Niva chiqolmaydi. Endi hurmatimizni saqlagan holatda ochuvchasini aytamiz. Wranglerni ko'ramiz. Qochyapti. Удачи. Я думаю, лучше окно закрыть, чтобы пыль потом в салон не зашла. Nima deysizlar? Aynan buni orqasidan chiqamizmi yoki sal spojniroq joy olamiz? Mana chaprog'i spojniroq emasmi? Mashinani olib qo'yinglar. Qarang. Men endi tushundim, nima siz test drive'ga olgan mashinalaringiz 100% страховка qildirishingiz bormi? Ha, shunaqami? 100% страховка qildirdim. Hop, chaproq spojniroq joyi. Nima deysiz mana? Siz ayting. Spojniroq emas. Sinov bo'lsa sinov. Endi oldin ani mashinalarni mana shu spojni joydan chiqamiz. Все, ey, убирайте машину. Mana shunaqa Akbar aka, qiynaymiz. Qoyili. Hasan zo'r chiqdi lekin. Chiqdi, zo'r chiqdi lekin. Ishonmaganlik. Chiqdi. Hasan zo'r chiqdi lekin. Молодец.
Hozir ovatgan operatorimiz Hasan Akbar aka betdan tusholmaymiz. Tegib qoladi. Orqaga qaytaylik deyapti. To'g'rimi? Shunaqa. Qanaqa tushdik? Zo'r tushdi. Oson tushdik. Asli. Mamatda tegadi bo'ladi. Mana bunday tushgan. Mana tepaliga qiynalmasa chiqyapti. 212. Tipdan qolishmaydi. Zo'r chiqdi. O'rtoqlar, shu kun yetib keldi va nihoyat mana shu mashinani off-roadga olib chiqdik. Men endi tushundim, nima siz tez drive'ga olgan mashinalarni 100% strafovka qildirishingiz bormi? Bu yoqda. Sizga off-road mana shunaqa yo'llarda, ya'ni tekis turponli joylardan tepaluvga chiqish bu off-road emas, o'rtoqlar. O'sha oldidagi singan granatasi mana teshayapti. Bu yana усиленный granata. Bu eng yaxshi zapchastlarni qo'yaman, eng zo'rlarini. Har foydasi yo'q. Toqqa bo'lmaydi bu.